bir podshoh o'ziga vazir qidiribdi. U vazirni imtihon qilish kerak-ku. Mana bugun ham birini ishga olsa imtihon qilib olishadi-yu. Har xil savollar. Endi podshoh ham bir zakiy podshoh ekan. Bir katta eshik qildiribdi, 2 tabaqali va u eshikka yuzlab qulf osishibdi. Va vazirlarga endi boyagi nomzodlarni, vazirlikka nomzodlarni chaqiribdi-da, mana shu eshikni kim hech kalit va yoki boshqa bir uskuna ishlatmasdan ochsa, o'shani o'zimizga vazir qilamiz debdi. Birinchisi kelibdi, qarasa eshikda yuzlab qulflar bor. Bu yoqdan o'tib qarabdi, bu yoqdan o'tib qarabdi. Podshohning oldiga kelib aytdi, podshohim bu eshikni ochish imkonsiz. Nafaqat u kalit ishlatmasdan, kalit ishlatib ham siz aytgan muddat ichida uni ochib bo'lmaydi, u qadar ko'p qulflar bor bu yerda. Har bittasini bittalab ochib chiqquncha ancha vaqt ketadi. Siz aytgan qisqa muddat ichida buni ochib bo'lmaydi debdi. Uni javobini beribdi, ikkinchi nomzodni chaqiribdi, ikkinchi nomzod ham kelibdi. Shart aytilibdi, bu eshikdagi qulflarni hech kim hech bir kalit ishlatmasdan, boshqa uskuna ishlatmasdan kim ocha olsa, buncha muddatda uni vazir qilamiz. Boribdi, u yoqdan o'tibdi, bu yoqdan o'tibdi, qarabdi. U ham xuddi shu gapni aytibdi, podshohim buni hech iloji yo'q, buni hatto bu narsa bilan urib sindirib ham ochib bo'lmaydigan darajada ko'p qulf bor bu yerda. O'shaning uchun men buni bir nimasini topa olmadim, yo'lini topa olmadim degan ekan. Endi bor yo'q bittigina nomzod qolibdi, 3-nomzod ham kelibdi, unga ham shart aytilibdi. Eshikning oldiga borib qarab turibdi-da. Podshoh haqiqatan ham bu eshikni kalit bilan ochib bo'lmaydi. Ya'ni bu eshik kalit bilan ochiladigan eshik emas. Bu eshik ko'p qulf ko'ringan bilan buni itarsa ochiladigan eshik deb shunday itargan ekan, ochilgan ekan. Hech bir kalit, hech bir qulf u ikkita eshikni bir-biriga bog'lab turmagan ekan, shunchaki ilingan ekan. Ya'ni qulflar qulflanmagan ekan. Lekin ko'rinishda go'yoki u eshikni ochish imkonsizday. Biz ham bu qissa tabiiy o'ylab topilgan qissa, hayotda bo'lmagan bo'lsa kerak bunday, lekin bundan chiqaradigan qissa juda ham go'zal deb o'ylayman. Har doim ochish imkonsizdek ko'ringan har narsa aslida juda oson bo'ladi. Biz